Me'roj kechasi arabcha Al-Isro va Al-Me'roj islom tarixidagi eng ulug' va mo'jizaviy voqealardan biridir. Bu kecha payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam Allohning amri bilan yuksak darajalarga ko'tarilganlar. Me'roj kechasi nima? Me'roj ikki qismdan iboratdir. Birinchisi, Isro payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kechada Masjidul Haromdan, ya'ni Makkadan Masjidul Aqsogacha, ya'ni Quddusgacha olib borildilar. Bu haqida Qur'ondagi Isro surasi 1-oyatida aytiladi. Ikkinchisi, Me'roj, so'ngra u zot osmonga ko'tarildilar. 7 qavat osmondan o'tdilar. Odam, Iso, Muso, Ibrohim alayhissalom kabi payg'ambarlar bilan uchrashdilar. Siratul Muntahoga yetdilar. Bu voqea Isro va Me'roj deb ataladi. Bu kechada nimalar farz qilindi? Eng muhim ne'matlar aynan shu kechada berilgan. 5 vaqt namoz farz qilinadi. Allohga shirk keltirmagan ummat gunohlari mag'firat bo'lishi va'dasi beriladi. Namoz mo'minning me'roji ekani bildirildi. Me'roj kechasining fazilati, Allohga yaqinlik kechasi, namozning qadrini anglash kechasi, sabr va sinovdan keyingi yuksalish ramzi. Ushbu voqea payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uchun og'ir davrdan, ya'ni Xadicha onamiz va Abu Tolib vafotidan keyin tasalli bo'lgan. Bu kechani ibodat va duo bilan o'tkazaylik.